qizi tashlab ketgandan keyin sinish o'rniga PUBG o'ynab muvaffaqiyatga erishgan inson. Nice Boy haqida 3 ta fakt. Birinchisi, u 2007-yilda Farg'onada tug'ilgan. Akasi sababli PUBG o'yiniga qiziqib qolib, Galaxy A20 telefonda o'ynashni boshlagan. Nice Boy content makerlikka qiziqib yuradi, lekin boshlashga o'zida kuch topa olmaydi. Ikkinchisi, ayni paytda Nice Boy bir qizni anchadan beri yaxshi ko'rib yurgan bo'ladi va unga sevgisini aytadi. Lekin qiz, sizning qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Bu ketishda kim ham bo'lardingiz? Meni tengim emassiz deb rad javobini beradi. Rad javobini olgan Nice Boy sinish o'rniga harakatni boshlaydi. Uchinchisi, Nice Boy 1 yil ichida Instagramda 0 dan boshlab 100 mingtaga yaqin obunachi yig'adi. PUBG bilan partnyor bo'ladi va birinchi topgan pulini ota-onasiga beradi. Shuningdek, stream xonasiga 20 million so'm sarmoya qiladi. Hozirda uning oylik daromadi $2000 dan oshiq va bu Nice Boy uchun boshlanishi ekan. Nice Boyning aytishicha, o'sha qiz muvaffaqiyatlarini ko'rib qaytib kelgan, lekin Nice Boy ham unga rad javobini bergan. PUBG'erlar va streamerlar haqida ma'lumot olish uchun PUBG'erlar klubi sahifasiga obuna bo'ling.